Qaranglar-da. Siz bilan biz hamchi 100 yildan keyin mana shu yerda o'tirganlardan bittamiz bo'lmaymiz. Rozimisizlar? 100 yildan keyin bu yerda o'tirgan odamlardan bittasi qolmaydi. Xuddi 100 yil burungilardan birortasi qolmaganidek. Rasulullohga duch kelgan kunimizda bizdan savol so'ralsa, uyalib qolmaymizmi? Meni sunnatimni tatbiq qilishlikda, meni dinimga yordam berishlikda biron g'ishtni ustiga qo'yganmisan desa, yer chizib qolmaymizmi? Payg'ambarimiz aytganlar: ummatimdan bir toifa haqda zohir bo'lgan hollarida bardavom bo'lurlar. Doim haqda turadi ular. To Allohning amri kelgunicha ularni xorlaganlar ularga zarar yetkaza olmaslar. Parvardigor ana shu bandalarning qatorida qilgin biz. Haqda sobit turib, Allohning hukmi kelguncha dinga ansor bo'lgan kishilardan